Assalamu alaykum, hurmatli obunachilar, sog'misiz? Sizlar bilan Daykin Diyarbek Xudoyorov va sizlar Xorazm uy-joy va avtokanalini kuzatuvchi obunachilar. Xudo xohlasa bugungi sotuvdagi joyimiz Urganch tuman Tanlichida joylashgan 750 kvadrat metrdagi xonalar ham keng olingan joyimiz sotuvga chiqadi obunachilar. Suv, svet, gazidan muammosi yo'q. 50-20 metr ekan, xudo xohlasa. Narx ham chiroyli bahoda oladi. Sizlardan avval bir like bosib abone olib so'rab qolamiz. Kimda sotiladigan uy-joy yoki mashina bo'lsa, bemalol bizlarga murojaat etsangiz bo'ladi. Reklama bo'yicha telefon nomerlarini yozib o'tirmay, to'g'ri prямо aytib o'tib ketaman. 94lik 836 79 76 reklama bo'yicha ushbu joy bo'yicha aloqa chiqaversa xudo xolasa. Adresi Urganch tuman Tanlichi, ya'ni Faraman to'yxonani orqa tomonida joylashgan ushbu joyimiz xudo xolasa sotuvga chiqdi obunachi. 750 kvadrat metr, 50-20 metr ekan. Xudo xolasa ichki tomonlarini ko'rsatib o'tamiz. Sizlardan shu maksimalni videomizga like bosib, obuna bo'lib turishni so'rab qolamiz. Giravashda shuni katta donanlar olingan. Yana kat yo'llari. Aytib o'tganim, suv, svet, gazdan muammosi yo'q. Planlaringizni bir qator remont qilib bersangiz, xonalar ham keng olinganini ko'rsatib o'taman sizlarga. Bu hovlilari, televizorlari, qalami, kamyoni egasi bilan gaplashib, xudo xolasa pulundan savdolashib olaverasizlar. Ayrim bir narsalar olinadi, ayrim bir narsalar qoladi ekan. Telefonlashaversinlar tutdi xudo xolasa egasi. Giravashda shunday mehmonlar uchun mehmonxonada ekan bo'ladi. Katta olingan, ko'rib turganlaringizni aytib o'tganim, bir qator remont qilib berasizlar. 750 kvadrat metr, suv, svet, gaz muammosi yo'q. Ustiga tushirsalar qalami, kamyon ham egasi bilan gaplashaverasizlar xudo xolasa. Birinchi xonamiz, ko'rib turganlaringizni. Videomizda kamchiliklar bo'lsa, obunachilar uzr so'rab qolamiz albatta. Ikkinchi xonamiz. Keyingi xonamiz bu yoqda kattalar uchun spalnya etib qo'yibdilar obunachilar. Xolasa zal etib bersangizlar bo'ladi. O'zingiz o'nglaringizga qarab xudo xolasa. Yanda perdalar akkuratnisini ustavka etilgan. Ushbu narsalar shkaflari, qalam turmalari, kamyon ham shu aytganim egasi bilan xudo xolasa telefon orqali bog'lanib to'liq ma'lumot olsangiz bo'ladi. Ushbu joyimiz aytib o'tganim yana bir bor 750 kvadrat metr. Faqat naqd pul sotilmaydi bu yer obunachilar. Xolasa barter yoki da uylaringiz bo'ladi bo'lsa, uyni ham barter hisoblab olamiz deb tutdi xudo xolasa egasi. Narxini oxirida aytib o'tamiz. Bu yoqimiz uchun giraverish, bu yerni daliz degan bo'ladi. Bu yoqda yana bir xonasi mavjud mehmonlar uchun. Bu yoqlar ham keng olingan obunachilar. Ko'rib turganlaringizdek. Panel bilan bostirilgan ekan. Xonalari keng olingan obunachilar. Suv, svet, gazdan muammosi yo'q. Doğru ezib gəlib yaşayveradigan bir qator remont etib bersangiz. Bu yoqda kichkina uchun spalnya az uxlab yotibdi ekan. Kichkina ukamiz shu uchun bu yoqni tushirib o'tiribmiz. Bu yoqimiz kattalar uchun spalnya yana bir. Ko'rib turganingizdek. Menlar ham akkuratni tutdi yana. Xudo xolasa 750 kvadrat metr. Ushbu joyimiz suv, svet, gazdan muammosi yo'q. Narxini egasi aytilishi obunachilar 1 milliard 100 ming so'm aytdi, ya'ni 90 ming dollar. Dollarda hisoblasangizlar. Üstüne gelişimizde tuttu xudo xolasa. Kimga qiziqarli bo'ladigan bo'lsa, bu yoqimiz yana bir nima dejak bo'ladi. Bog' tarafga chiqaverish. Bu yoqning qalab ketib qo'ydilar ekan. Gerekli narsalaringizni bu yoqdan qo'yaverasiz, to'g'ri. Az bu yoqni ko'rsatib o'tirmadi egasi. Shuning uchun ko'rsatib o'tiramiz. Bu yoq tomonni o'tadi olsa, kuxnisini ko'rib turganlaringiz. Kuxnilari bu yoqda tualeti. Bir qator remont kerak joyi obunachilar. Ko'rib turganlaringiz. Arka tomonlarim keng olingan sizlarga ko'rsatib o'taman. Bog' tomonidan keladi bo'lsak obunachilar, shunning keng yana ko'rib turganlaringiz. Xolasa bu yoqlarni ham tekizlab tashlab, to'g'ri Toshkent fasonda solib bersangizlar ham bo'ladi.
Bir anda tandırları görüp durmalarınızdır. Bir anda tapçanları yine görüp durmalarınızdır. Yani burası Paksa yiyken şimdi yine. Şu paksadan şu ahırın şu paksa ucu araya başka bir eve değişleken. Şu dakanza geteveriş. Bu xanadanın egelerine değişli. Yani 750 kvadrat. Aytıp ötkenim yine giyin bir anlamında tuvaleti. Yazgı tuvalet. Bir yanımıza gelen olacak. Evin toğxana tıkıttılaq şöyle bu olacaq. Ofisi 750 kvadrat metre yine gördüm onlardı. Neden giyin alıngan bu olacaq? Bir yerde eğer de caysa bırakla yer yıkıp alaman deseniz şu polinemini yıkıp taşıp caysa alaman deseniz kəmində bir 5-6 cay çıkarsa buladı mənimcə. Su suyet gazından olmaması yok. Az indi Ege saati tuttu 1 milyard 100 çıxarıverər ülkə üstündə gəlişəmiz də tuttu. Şu an mənəm yok demin çıxarıb belə atılmağa bundan sonra o da xalası sodalaşmasa da bu bazar bu. Bax aytıla verədi. Bemal üstündə sodalaşıb gəlişdirib çırayla baxada asasda boladı bundan sonra. Nəsə bizədən uzaqlaşmaqla səbirlərindən kimi Diyarbəkir Xudayarov kimdə sataladı ücra yoki də maşın bolsa bemal reklam boyunca əlaqə çıxarasınlar. Bizə sizə üçün xidmətdəmiz. Pəsdə sirkəli oladı. Instagram, Telegram kanallarımıza ötüb koşuşlar soraq kanalımıza abunə olsunlar. Kimdə sataladı ücra yoki də maşın olsa əlaqə çıxarasınlar. Bizədən uzaqlaşmaqla əlbəttə videomuza like basıb abunə olub soraq kanalımız. Əgər də videomuza kəmçiliklə olmasa üzr soraq kanalımıza abunə olsunlar. Like'larını basıb abunə olub güzətə verəmiz. Sağ olun, salamat olun. Bizədən uzaqlaşmaqla. Hörmətli abunəçilərimiz, bazı göstərib ötkən cayımız satıb baxan adama şu görüb duran buğday atıcılardan 1000 kvadrat metrəm qoşub bərlədik yəni abunəçilər. Özü bir yerdəki şu həmmən caya şu niyəkən. Şu azı sizə şu 750 kvadrat metrli cayımız satıb alsanızda buğday atıcılarım sizlərə qoşub bərlədik yəni abunəçilər. 1000 kvadrat metrədəki. O da halası əlaqə çıxa verərsə ekranda nomer olaraq kimə qızıqarlı olursa narxını aytıb ötkənini 1 milyard 100 min som kəmi var üstündə. Eğer de üyləriniz olsa, maşınlarınız olsa, barterəm işimizdə tutdu egeləri. Əlaqə açıq arası. Bizdən uzaqlaşmalar.